Fox Star Studios G'aroyib to'y filmini taqdim etadi. Ushbu hikoya ham boshqa hikoyalar kabi boshlandi. Yarim kechasi edi. Chaqmoq chaqar, momaqaldiroq gumburlab osmonni larzaga keltirar va butun olamni dahshatga solardi go'yo. Bepin ismli kishi jajji yetim qizchani uyga olib ketayotgandi. Bepin mijg'ov onasi bilan yashardi. Rafiqasi esa undan-da janjalkash edi. Onasi uchun barcha munosabatlar bir kelishuv, dunyo esa bozordek gap edi. Ushbu bozorda tag tuguning tayini yo'q yetimcha qizaloq hech qanday qimmatga ega emasdi. Shu sababli Bepinning onasi va rafiqasi bechora qizaloqni qabul qilishmadi. Ammo qizaloq anchayin chidamli va irodali edi. U mag'lubiyatni tan olmadi. Xavfli vaziyat, xavfli vaziyat. Baby, can you feel the fire in my heart? Bepin qizaloqni qayerdan, nima uchun olib kelganini hech kimga aytmasdi. Bu haqda undan har qancha so'rashmasin, u baribir javob bermasdi. Bir kuni Bepin ona mehridan erta judo bo'lgan qizaloq tunda sira uxlamasligidan xabar topdi. Qizaloqni uxlatish uchun qilgan barcha urinishlari esa besamar ketardi. Uxlab shirin tushlar ko'rish unga begona edi. Hatto kunduzi ham uxlamasdi. Biroq Bepin jangsiz taslim bo'ladiganlardan emasdi. Bir kuni u jajji malikaga quticha sovg'a qildi. Tushlar qutichasini. Birinchi tush. Bir kun kelib jajji malikasi uxlab tushlar ko'radi degan umidda rasm chizib qutichaga solardi. Ammo u qayerdandir shahzoda paydo bo'lib, uni tushlar saltanatiga olib ketgandagina uxlaydi. बस यूं ही हम चल पड़े, मिलना लिखा था मिल गए, बस यूं ही हम चल पड़े, मिलना लिखा था मिल गए, बस यूं ही हम चल पड़े. Oy! Bu dovdir kim bo'ldi? Kechiring otaxon, shunaqa bo'lib qoldi. Kechiring deganing nimasi? Yo'lga qarasang bo'lmaydimi? So'qqir odam yo'ldan o'tayotgan ekan, ko'rmay qoldi. Seni ko'zing ko'radi shekilli. Uzr so'radim-ku otaxon. Ey yigit, qayerga alanglayapsan? Menga qara. Sen ko'rmay qolgan mashinam ortimda turibdi. Muammoni qanday hal qilamiz? Qani? Otaxon,
3 marta kechirim so'radim-ku, yana nima deysiz? Qaytaring. Nimani qaytaraman? Kechirimimni. Nima? Nima emas, xo'p deng. Uzrlarimni qaytarmagunizcha joyimdan Kim jilmayman. kechirimlarni qaytaradi? Siz imkon borida foydalaning, yo'qsa shato bo'ladi. Bunaqa bema'nilarni ko'p ko'rganman. Mashinada o'tiring, u bilan o'zim gaplashaman. Bo'la qol, mototsiklingni yo'ldan ol. Olmayman. Nima ham qila olasiz? Ey! Oy, Ey! nima qilishimni aytaymi? Aytaymi? Kimligimni bilasizmi? Kimsan? Nega aytar ekanman? Meni kimligimni bilasan? Menga qizig'i yo'q. Boring. Bepin. Bepi? Bu xonim kim bo'ldi? Katta xolang. Mashinaga o'tir dedim. Iltimos tinchlan, o'zim hal qilaman. Qayerga ketyapsan, Isha? Yordam bermoqchiman. Shoshma, Isha. Yordam kerakmi? Yo'q, qizim, o'zim hal qilaman. Bor, mashinada o'tir. Salom Isha. Salom. Ey, Qoyil. Ajoyib mototsikl-ku. O't oldirish oralig'i 270 daraja. 250 daraja bo'lardi shekilli. 270 bips. Menga ishonavering. Buni qayerdan bilasan? Mototsikllarga qiziqasanmi? Yo'q, hamma narsaga qiziqaman. Aliya, Salom Ali. Salom. Jagindar. u kim? Men janob. Ismingni aytarkansan-u. Ketishingiz mumkin, mototsiklimni yo'ldan olaman. Yaxshi, ola qol. Mashinaga boringlar qizlar. Sen esa yo'lni bo'shat. Tezroq. Uzrlarimni qaytaring, otaxon. Toshingni ter. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Yulduzlar qasri naqadar ajoyib. Ha, u ajoyib. Xursandmisan, qizim? Ha, dadajon. U qoyil maqom. Ha, joy bo'lmasa onajoning uni xarid qilarmidi? Quvonib bo'lgan bo'lsangiz, balki ichkariga kirarmiz. Onajonimiz kutib qolgandirlar. Suratim nega bunchalar kichkina? Kichkina. Naqadar ajoyib suratlar. Salom, Priya, salom, Riya. Salom, K.A. Tushunmadim. Kelinning otasi. Kelin otasi xavf ostida. Jurnal muqovasidagi suratim nega bunchalar kichkina? Javob bering. Sen ayt. Javob bering dedim. Buni Bepin og'a bilsa kerak. Qani, uni tezda huzurimga chorlang. Men bu yerda to'y uchun shuncha xarajat qilsam, noshukur o'g'lim to'g'ri aytishar ekan. Agar yo'lda ilon bilan Arorani uchratsang, avval Arorani o'ldirish kerak. Boshlandi. Oyijon, axir o'zingiz ham Arorasiz-ku. Qo'lingni to'g'rila. Onangga gap qaytashga qanday hadding sig'di, yaramas bola. Ko'rsatib qo'yaman senga. Kechiring, oyi. Qo'ynimda ilon asragan ekanman-da. Kechiring, oyi. Kobrasan. Kechiring, oyi. O'ralib keyin bo'g'adigan ilonning nomi nima edi? Bo'g'ma ilon, oyijon. Bo'g'ma ilonisan. Xayriyat, aka. Isha va Aliya qani? Seni kutishyapti. Aka, buni yeching. Nimani? Yeching.
Nima? Ko'zoynakni yeching dedim. Gap eshitasiz. Xayr oyijon. Salom. Qayerda eding? Qachondan beri kutyapman. Nega mana bu jurnalda Fatvanini surati menikidan kattaroq? Qani gapir. Fatvani surat uchun pul bergan, biz esa maqola uchun. Qolaversa, u endi oilamiz a'zosi, farqi nima? Farqi bor. Menga desa butun jurnal uchun pul to'lamaydimi? To'y uchun pulni kim beradi? Siz berasiz, oyijon, yana kim berardi? Shuni tushuntirib qo'y. Aytchi, ko'p ovqat berib bechora qizingni shu ahvolga keltirgan kim? Unga kuyov topilganiga shukr qilgin, xo'pmi? Bo'la qol. Qani yana ozgina kelin poshsha. Qorinni ichiga tort. Eski. Yana ozgina. Ichingga tort. Bo'la qol, Isha. Sohibjamol kelin poshsha. Bo'la qol. Sig'mayapti, amaki, torqib yuboribsiz. Jim bo'l. Aksincha, uni kengaytirgandim. O'tgan gal to'g'ri kelganda. Bu yerga kelib yana semirdingmi? Yangi liboslar chizmasi ajoyib chiqibdi. Rahmat. Bular ishiga. Tepadagi tugmalarga taqib ko'r. Ha, ana o'shalarni. Qaraysan, qizalog'im. Yaxshi oyim. Yema. Bilasizmi? Bir bo'lak shokoladda har xil hasharotlarning kamida 8 ta oyoqchalari bo'ladi. 8 ta? Ha, ular qaynoq shokoladdan tatib ko'rish uchun qo'nishadi va oyoqchalarini qoldirib ketishadi. Bu oddiy shokolad emas. Ammo bu haqiqat. Isha, e'tibor berma. Shirinlik bermasangiz-chi? Shunda ham ko'ylaga torlik qilyapti. Hech qisi yo'q, boshqasini tik. Bu eng zo'r liboslarimdan bittasi, tushundingizmi? Mana qolinglar, nonushtaning mashq qilish vaqti bo'ldi. Oyijonim kutyaptilar. Aytchi, buni kimga o'tasan? Gita xolamga. Yo'q. Bum 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 bum. Ting ting ting. Bum 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 bum. Ting ting ting. Eggs Benedict with hollandaise caviar on omelette. Ting ting ting. Eggs Benedict with hollandaise caviar on omelette. Ting ting ting. Kidney beans on brisket. Sunny side up fried eggs and sausages on the side. Hash browns and sun-dried tomatoes. Meni paradxalarim qani? Paradxa, qani paradxa? Onajon, bu yerda paradxa nima qiladi? Meni ochdan o'lishimni istaysanmi? Bu yerda kim ham paradxi pishirardi? Kartoshkali paradxi bo'ladimi? Kamla xonim, doringizni ichib olishni unutmang. Qon bosimingiz ko'tarilib ketmasin. What a hottie, hottie. What a hottie, hottie. Yeah. Sen? Salom janob, men Jagjindar Jagindar. Qizingizni to'yini tashkilotchisiman. Shu paytgacha bosh direktorimiz Kushvant Kuvar bilan gaplashdingiz. Sen? Siz Isha kelin poshsha bo'lsangiz kerak. Siz uchun maxsus taom tayyorladik. Sen? Siz esa Aliyam. Aliyam. ha, Ali. To'g'ri. Sen? Tanishganimdan xursandman, Ali. Sen? Nega sen deysan, kabaddi o'ynayapsanmi? O'ynamayapman, u haligi. Menga boshqa gapingiz bo'lmasa, raqsga tushishni mashq qilishimiz mumkin. Kamla xonim biror nima kerak bo'lsa, tortinmay aytavering. Ajoyib. Naqadar kelishgan yigit. Albatta. Bo'ladimi? Ha, sal o'ngroq. Gullarni orasidan olib o't. Yaxshi. Ey bola. Biror yordam kerakmi, janob? O'zingni kim deb o'ylayapsan? Hech kim, janob. Shunchaki Xudoni bir bandasiman. Nahotki yo'lda boshqacha gapirayotganding-ku? Siz ham boshqacha gaplashdingiz. Tushunmadim. Aytmoqchimanki, ko'chada arslonsiz, uyda esa yuvosh mushuk. Shunday ekan, men ham ishda o'zimni boshqacha tutaman. JJ, gullarni ko'rchi. Ajoyib. Ey, Xonim, raqs mashg'ulotlari boshlandi. Ko'rishguncha dadajon. Hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 davom etamiz yaxshimi? Bips? Kaliberli Magnum. Vipo, Labbay oyijon. menga ham shunaqasidan kerak. Nima kerak? To'pponchani aytyapman. Baby, can you feel the fire in my heart? Men ham to'yda shunday o'tmoqchiman. Nima dedingiz? This is the crazy. This is the crazy. Oh. Hayot maftunkor, yashasin hayot. Yashasin boylik. Puling bo'lsa, changalda sho'rva. Marhamat, xush kelibsiz, janob. Xitoylikmisan? Yo'q, yaponiyalikman. This is the crazy. Fatvani oilasi tashrif buyurdi. Xush kelibsiz. Hamkorligimiz bardavom bo'lsin, janob Fatvani. Naqadar ajoyib. Onaxon, meni Garri deb chaqirishingiz mumkin. Siz bilan hamkorlik qilish men uchun baxt. Men baxtiyorman. G'aroyib oila. Xush kelibsiz. Endi bir oilamiz. Oddiy oila emas, inoq oilamiz, inoq oila. Shodman. Gari, oilamizga oid bir odat bilan tanishtirib Albatta. o'tmoqchiman. Ukangiz va nabiramni to'yi munosabati bilan siz menga ishi bo'yi barobar oltin hadya qilishingiz kerak. Shuncha oltin, ha? Dahshat. Tezroq kela qolsang-chi, ukajon. Robin, my bro, Robin. Bebe. 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 Onaxon. Bebe. Tushundingizmi? Poyingizga bosh egaman degani. Poyingizga bosh egaman. Poyingizga bosh egaman. Bu qasr meniki bo'lishi kerak. Yoshlar, hazil-huzullar to'ydan keyin bo'ladi. Aytgachi, to'yga hammasi tayyormi? Ha, janob. Qaran keladimi? Yo'qsa, Hiru xafa bo'ladi. Hiru? Nima, Hiru xolani bilmaysizmi? U Karanning onasi. Ha, Karan Joharmi? U siz haqingizda ko'p so'radi. Rostmi? Ha, bo'lmasam-chi. Axir u mening muxlisim-ku. Ashaddiy muxlisim. Barcha badavlat insonlar muxlislarim. Barchasi? Albatta, sindhlar butun dunyoga mashhurdir. Kamina Sindhlar xalqaro uyushmasining raisi. Zo'r-ku. Shuning uchun to'yni Londonda qilyapmiz. Yo'qsa, Lili Betani Hindistonga taklif qilishimizga to'g'ri kelardi. Ovora qilgim kelmadi. Qirolicha Yelizavetani? Ha, qirolicha Yelizavetani. U ham senmi? Albatta, o'g'li 60 dan oshganiga qaramay hali ham onasi bilan yashaydi. Juda ham ko'rkam yigit ekansiz. Bilaman. Dunyodagi barcha mashhur insonlar sindhlardir. Hammamiz mana bunday nishon taqib yuramiz.
dollardagi. S bu men topaman. Bu Supermanmi? Yo'q. Yana bir imkon beraman. S Sony Singhammi? Yo'q, topolmadingiz. So'nggi imkoniyat. Soatmi? Yo'q, soat emas. S bu sinf degani. Sinflar bu boylik demakdir, tushundingizmi? Bu men uchunmi? Yaqinroq keling. Kelavering, tortinmang. Bepin, seni hurmat qilaman. Meni yaxshi kutib olding. Voy! Voy! G'aroyib to'y. Ukamga qo'l ko'tarishga qanday Tinchlan, bayramni barbod qilmaylik, janob. Ukamga qo'l ko'tarishga qanday hadding sig'di? Sen bilan gaplashib, Xo'jayin! ko'zimga qara. Bunga qanday jur'at etding? Shoshmang, uni menga qo'yib bering. Hey, bu nima qilgan? Mushtlashmaysizmi? Faqat 4 soatlik mashqdan keyin emas. Nimaga? Mushaklar juda nozik bo'ladi. U mening otam. Birga bir chiqmoqchimisan? Bo'ldimi? Gapirib bo'ldingmi? Yo'q, gapim tugamadi. U meni otam. Bips. Iltimos, aralashma qizim. Bilasan, og'ayni, aslida sen nohaqsan. Nima deding? Hey. Nima? O'chir ovozingni. Nima bu? Nimalar bo'lyapti o'zi? Gapir. Hech nima, otaxon. Xursandchilik qilavering. Ishdan bo'shayman. Ishdan bo'shaysan? Ha, ishdan bo'shayman. Yo'q, bo'shamaysan. Seni biz bo'shatamiz. Uni bo'shatishga nima haqqing bor seni, a? Oyi, u meni itarib yubordi. Yo'q, siz Jim bo'l. Yetimcha tiling chiqib qolibdimi? Sendan hech kim so'ramadi. Oyi, u meni hammani yonida itarib yubordi. Meni haqorat qildi, oyi. Yo'q, xonim, ishdan ketmayman. Yoningizga borib, ertangi dastur haqida maslahatlashmoqchi bo'lib turgandim. Hamma yig'ilib yonimga kelsin, muhim gapim bor. Ha, oyi. U Vinayni haqorat qildi. Uni itarib yubordi. Agar u seni va Vipovni ta'zirini berganida unga o'zim rahmat aytardim. Noshud aka-ukalar. Agar JJ ketsa, to'y to'xtaydi. Agar to'y to'xtasa, nima bo'lishini bilasan, a? Agar to'y to'xtasa, biznes kelishuv ham bekor bo'ladi. Juda to'g'ri. Oilamizdagi yagona aqlli inson. Uchalangiz esa hech ishga yaramaysiz. Faqat u o'rnimni egallashi mumkin. Menga o'rningiz kerak emas. Kompaniyani istagan odamingizga qoldiravering. Vinayga berasizmi, Tito'gami menga farqi yo'q. Aliyani boshqa yetimcha deya ko'rmang. Buni qarang, gapim yoqmadimi? Men onangman. Nahot shu ishni men uchun qila olmasang, yana bir necha kun sabr qil. Xabaring bor, bankdagi hisobimizda bir chaqa ham pul qolmagan. Kompaniya qonunlariga ko'ra inqirozga uchrab bo'lgansiz. Bor budimni shu ishga tikkanman. Agar fatvani to'yni bekor qilsa, umrimiz qarz to'lash bilan o'tib ketadi. Mayli, boringlar. Xursandchilik qilinglar. O'zingizni baxtiyor qilib ko'rsating. Ushbu tun uchun tush. Bips. Ajoyibsiz-da. Bomba? Yana bitta bombami? Voy, u o'ldimi? Osongina jon taslim qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Uni asta-sekin qiynab o'ldiramiz. Bo'ptimi? O'ylab qoldim. Balki nogironlar aravachasi ostiga bomba o'rnatarmiz. Bu haqida hech zoq bilmasligi zarur. Tunni o'sha yerda o'tkazmoqchimisiz? Qo'shnixonada yana bitta bomba bor. U istalgan vaqt portlashi mumkin. Menga qara, senga bergan tushlarimni yig'ib yuraverasanmi? Ularni
qachon ko'rasan? Uxlashim bilan hammasini baravariga ko'raveraman. Va'da berasanmi? Va'da beraman. Sen uxlagan tunda men ham orom olib uxlay olaman. Bilasizmi? Bu rasmlarni faqat tushda his etish mumkin. Ularni ko'rishning iloji yo'q. Tushunarli. Google xonim. Yana biror gapingiz bormi? Yo'q, bugunga shu yetadi. Dars tugadimi? Qo'ng'iroq chalindi. Xursandmisan? Ha. Rahmat xonim. Bips. Balki qochib ketarmiz. Men ham qochishni istayman. Bir kun kelib qochib ketamiz. Va'da berasizmi? Va'da beraman. मुझको आए दिल मेरा घबराए छुप के कोई आके सोया प्यार जगाए नींद मुझको आए दिल मेरा घबराए छुप के कोई आके सोया प्यार जगाए Sonya. Sonya. Nima? Kalitni ber. Yana uxlolmayapsanmi? Ha, Yo'l bo'lsin. shunchaki aylanib kelaman. Shu qorong'ida-ya. Men qorong'ilikdan qo'rqmayman. Bu Ey! Boshqa unday qilma. Bor uxla. xayrli tun. Xayrli tun. मुझको आए दिल मेरा घबराए छुप के कोई आके Hey, to'xta! Nima qilyapsan? To'xta! To'xta! Hozir seni qutqaraman. Faqat cho'kib ketma. Hozir qutqaraman. Hozir. Deyarli yetdim. Bo'ldi, qutqarilding. Hozir. Ana qutqardim. Yo, senmi? Hovuzimda nima qilyapsan? Seni qutqarib qoldim-ku. Nimadan? Cho'kishdan. Ha? O'zingni suvga tashlading-ku. Kiyiming bormi? Sen kiyimda cho'milasanmi? Ha? Hali ham menga qarayapsanmi? Yo'q. Kechir. Hechqisi yo'q. Yoningga o'tirsam maylimi? Bemalol. Rahmat. Yarim tunda kim cho'miladi? Men Juda sovuq ekan. qaniydi hozir qaynoqina choy bo'lganda. Hozir muhayyo qilamiz. Ikkita finjon ham bor. Mana qaynoqqina choy. Shakar solaymi? Ikkita qoshiqcha. Mayli, yaxshi. Shirini ko'pi ziyon. Marhamat. Rahmat. Bu nima? Nima? Mana bu. Bumi? Qo'rqoq voy. Bu oddiy qurbaqa-ku. Finjon ushlab tur. Kim bu? Ashok.
Nega Ashok, nega Anarkali emas? A? Chunki bu baqa. Mana bu dog'ni ko'ryapsanmi? Ha? Baqalarda dog' kattaroq bo'ladi. Yaxshi. Shunaqa. Ali, Salom Ashok. Sen uyimga olib ketmoqchiman. yarim tunda sharsharadan o'zingni suvga otib cho'milish odati senda qachondan paydo bo'lgan? A? Choyimni ber. Aslida uyqusizlik kasaliga duchor bo'lganman. Tuzalishing mumkinmi? Uyqusizlik nimaligini bilmaysanmi? Yo'q. Men kechalari uxlolmayman. Tushunmadim, nima deding? Kechalari Yana qaytar. uyqusizlik. Yo'q, undan oldin. Uyqusizlik. Men ham uxla olmayman. Hozirlashma. Shin so'zim, kechasi uxla olmayman. Ha? Tuni bilan nima qilasan? Uxlashga urinaman, lekin uxla olmayman. Bolaligimda xir pishirardim. Tuni bilan pishirib chiqardim. Ha, demak sen sikh ekansan-da. Buni qanday bilding? Ko'z oldimga keltirdim. Ha, qoyil. Tun bo'yi degan Tonggacha. nimaga? Oshxonadagi chiroq tuni bilan yoniq turardi. Qorong'ulikdan qo'rqasan. Ha? Yo'q. Qorong'ulikdan Qo'rqmayman. qo'rqasan. Qo'rqoq. Yo'q. Bas qil. Ertalab dadamga arslondek tashlanayotganing, hozir esa qorong'ulikdan qo'rqyapsan. Maxluqlardan emas, qorong'ulikdan qo'rqaman. Nimadan qo'rqasan? Tundan qo'rqaman. Bilasanmi? Tun kunning eng ajoyib qismi. Qara. Ana Nima ekan? Nima? Qara sen-chi qo'rqovoy. Men unday dema. Bu ot-ku. Otda Otda uchib yurishni kelyapti. yoqtirasanmi? Bo'lmasam-chi otlarni yaxshi yurgansan? ko'raman. Nahotki. Rostdan? Qachondan beri uyqusizlikdan qiynalasan? Bolaligimda meni doim oyim uxlatardi. Voy erkatoyi. Ofarin, ajoyib, ajoyib. Xonimlar, janoblar va onaxon. Qayerda eding? Bugun o'ta muhim xabarni e'lon qilmoqchiman. Etagingdagi nima? Ashok, salomlash. Patvani va Aurora oilalarining qo'shilishi juda ahamiyatlidir. Bu ajoyib atirlarimizning ilk namunalari. Qoyil! Yoqimli for. Atirni tarqating. Rahmat. Ularga uzating. Muvaffaqiyat uchun. Onaxon, omad yor bo'lsin. Ha! Omad yor bo'lsin. Siz uchun. Nondan uzatib yuboring. Rahmat. Qorning ochib ketdimi? Yo'q, nima edi? Soat 10:40. Shunchaki o'zim. Agar idishni sindirsa o'zi to'laydi. Baba, nima qilmoqchisan? Otaman. Hammaga salom. Sizga ham. What a hottie, hottie. Yaxshimisiz, Kamla xonim? Xo'p, Kamla siz uchun qaynoqqina kartoshkali puri, achchiq garmdori ham solingan. Ajoyib. Bu esa bir haftalik tadbirlar ro'yxati. Iltimos ko'zdan kechirib bersangiz. Tekshirgan bo'lsang, tekshirishimga hojat yo'q. Iltimos, men uchun yana bir marta. Mayli, iltimos qilganing uchun. Rahmat. Katta sayl, oq-qora tun, musiqa oqshomi, xana qo'yish marosimi, Karan bilan birga zo'r, bu unutilmas biznes kelishuv bo'ladi. Yana yeysanmi? Ol. Ajoyib atir, to'g'rimi? U eksotik guldan olingan. Ularning oltini juda ko'p ekan. Nonushtaga sosiska o'rniga atir berishadimi? Shundaymi? Chindan ham antiqa ifor. Tushunmadim. Chindan ham antiqa ifor ekan. Oshq mashqlarga o'xshashadi. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Nimalar bo'lyapti?
Kechirasiz janob, nima dedingiz? Kar soqovlar Hech uchun nima. tomosha ko'rsatyapsanmi? Nima qilyapsan? Qo'ling bilan imo Qo'lim bilan ishoralar deysizmi? qilyapsan-u. Kamla xonim, raqsga tushamizmi? Raqsga. Men ham raqsga tushaman. Siz ham raqsga tushasizmi? Albatta, Jeki bilan inoq do'stmiz. Jeki? Michael Jackson. Jeki ham senhimi? Esing joyidami? Kechirasiz. Albatta, u ham Sindh. U juda badavlat. Tilla qo'lqopi ham bor. Sochini qoraga bo'yab yuradi. Mashhur va badavlat demak, u ham Sindh. Negadir anchadan beri qo'ng'iroq qilmay qo'ydi. Jeki. u olamdan o'tganmidi? Olamdan o'tganmidi? Joyi jannatda Joy bo'lsin. jannatda bo'lsin. Valsni juda yaxshi ko'raman-da. Hey, sen, isming nima edi? JJ. Shundaymi? Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Isha. Ushla. Rahmat. Jagender, Jagender. Ha, shunday. Biz uchun biror ziyofat tayyorlayapsanmi? Negadir ro'yxatda ko'rmadim. Ro'yxat. Gap shundaki, Kamla xonim. Kamla xonim kelin tarafdan. Biz esa kuyov tomonmiz. Biz uchun ham biror ziyofat uyushtir. Xursandchilik qilamiz. Ziyofat bo'lsin. Shundaymi? Har holda baqaloqqa uylanyapman. Baqaloq. Shunday ekan, mening ko'nglimga qara. Juda ajoyib. Ha. To'g'rirog'i, shirinliklar omborxonasiga o'xshaydi. Dumaloq laddu. Nima bo'ldi, opajon? Nima gap? Men semizman. Nima? Baqaloqman. Yo'q. Aksincha, yoqimtoysan. Juda ham chiroyli, lobarsan. Yo'q, Robindek ko'rkam yigit nega menga uylanyapti? Chunki omadi bor ekan. Yo'q, bu shunchaki biznes kelishuv. Men esa shartnomani bir qismiman xolos. Robin senga biror nima dedimi? Qani? Ayt, gapir. Ish unga turmushga chiqma. Kerak emas. Esing joyidami? Shu paytgacha bunga hali hech kim qarshi chiqmagan. Dadam ham, amakilarim ham bunday qilish olmagan. Men qanday qilib qarshilik qilaman? Mayli, hammasi buvim o'ylagandek bo'laversin. Baxtim bor ekan, menga Robindek yigit nasib qildi. Yig'lama, Isha. Iltimos. Bo'ldi, yig'lama. Qani uxla. Harakat qilyapman. Diqqat qiling. Ishani ziyofat uchun hammasi tayyormi? Biz uni o'g'irladik. Isha kelyapti, u yo'lda. Isha shu yerda. Diqqat yigitlar. 3, 2, 1. Boshladik. जाके हाथ जिया में मलमल तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं बस गए जैसे दलदल तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं बस गए जैसे दलदल गुलाबो जरा इतर गिरा दो गुलाबो गिरा दो नैनों का निशाना मुझ पे लगा के
गोली चलाई ढाई ढाई झूठा फसाना मुझको सुना के जाल बिछाए वाई वाई झूठा फसाना मुझको सुना के जाल बिछाए वाई वाई गुलाबो so lucky ओए सबकी देन है और तू बोले धप्पा कॉकटेल मेन्यू में बस तेरा नाम पोस्टर छप गए निकले अब की बार तेरी सरकार हाल शराबी खुद नशे में चूर चूर यूं ही होठ लग जा कट से पी लूं ओए पटाखा कर धमाका बेखबर यूं घूम घूम रही मेरे संग तू चल जरा सी जरा गंध फैला दो से मलमल तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं हंस गए जैसे दलदल तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं हंस गए जैसे दलदल गुलाबो तेरा गंध फैला दो u judayam xursand bo'ldi. Rahmat. Arzimaydi. Janob Aliya. Ko'rinishingga gap yo'q. Bips ham shunday deydi. Kim? Haligi zolimmi? Hey. U ajoyib. Ha, ajoyib zolim. U meni uyiga olib kelgan. Meni asrab olishgan. Boshqa ko'plab bolalar orasidan u aynan meni tanlagan. O'ziga xos qizman, janob JJ. JJ, kechirasan, ammo isming juda g'alati. Jaginder. Nega isming ikkita? Ismimning tarixi juda ham uzun. Eshitishni istaysanmi? Janob Aliya? Kechasi uxlamayman deganding-ku. Haligi uyqusizlik dardiga duchor bo'lganding shekilli. Xo'sh, otamning ismi Jaginder Singh bo'lgan. Oyimning ismi esa Jagjindar Kao. Xayrli tong. Xayrli tong. Aliya qani qizim? Aliya. Kecha tunda Aliya va Jak Aliya kechasi uxlamasligini bilasiz-ku. U aylanib yurgandir-da. Shu atrofda. Alo, Aliya, qayerdasan?
Uxlayotgandim. Nima? Uxlayotgandim. Zo'rka. Lekin qanaqasiga? Mayli, uyg'on. Tezroq uyga kel. Seni dadam qidiryapti. Ha, xo'p. Bu qayerda eding? Uxladim. Nima? Yo'q, aylanib yurgandim. Shu ahvoldami? Shunaqa? Qayerda aylanding? Shu atrofda yurgandim. Qayerda? Hammasini otib tashlayman. Nima bo'ldi, janob Fatvani? Ular ukamni qamab qo'yishibdi. Xudoga shukr. Nima? Nima? Yo, xudoyim, yomon bo'pti. Mahkamaga boramiz. Nima? Politsiya mahkamasiga. Ha, yuringlar. U jamoat tartibini buzgan. Iltimos, tinchlaning. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. U bunday qilmaydi. Unga tuhmat qilishyapti. U qonunni buzgan. Tinchlaning, bebi. Balki kelisharmiz. Iloji yo'q. Uyingizga borib nonushta qiling. Ishni menga qo'yib bering. Muammoni hal qilmay ketmayman. Iltimos, ilojim. Bu ishni menga qo'yib bering, otaxon, o'zim gaplashaman. Otaxon, bo'ldi. O'zim gaplashaman. Hamma tinchlansin, xavotir olmanglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Keling, bag'rimga bir bosay. Asabimga tegma. Mana bu qariyani tashqariga chiqaring. Nima bo'ldi? Tashqarida kutib turing deyishdi. Unga ruxsat berishdi. Jajog'a, yordam bering. Jagindir. Jagindar og'a. Chin so'zim, hech nima qilmadim. Menga tuhmat qilishyapti. Qutqaring. Ularga shuncha tushuntirsam ham tushunishmayapti. Yordam bering, iltimos. Yordam bering, iltimos. Yolvoraman. Ular ovozimni eshitib qolishmaydimi? JJ, bemalol gapiravering. Ular eshitishmaydi. Yaxshi. Uni yana qancha ushlab tura olasiz? Uni qo'yib yuborishimiz kerak. Yo'q, James, uni yana bir kunga olib qolmasangiz bo'lmaydi. Azob cheksin, ko'z yosh to'ksin, biror qiynoq uslubidan foydalaning. Toki tavbasiga tayansin. Rambo filmidagi bor-u. Haligi rosa qiynalsin. Nima bo'ldi? Soat 12:35. To'g'ri. Ha, uni yana bir kunga olib qoling, qiynalsin. Xatosini anglab yetsin, chunki u ablah va nomard. Unga bir umrlik qamoq jazosini bera olasizmi? Esing joyidami? Bir umrlik qamoq jazosi? Ha? Nima bo'pti? Klubda raqsga tushgani uchunmi? Nima qilibdi? Ular bilan bir kunga kelishganmi? Bir kunga? Bor yo'g'i, tinchlan. Uni qo'yib yubormasak bo'lmaydi. Jagindar og'a. Inspektor bilan gaplashdik. Seni ozod qilishi mumkin, faqat bir shart. Xo'sh. Bugundan boshlab boshqa qizlarga qaramaysan. Hammasiga tayyorman og'a. Iltimos. Yaqiniga ham yo'lamaysan. Sevmaysan. Twitterdan ham. Suratiga ham qaramaysan. WhatsAppdan ham ko'rmaysan. Qaramayman, va'da beraman. Ha, va'da beraman. Tungi klublarga bormaysan. Xo'pmi? Sharob ichmaysan. Tamaki ham chekmaysan. Tuxum ham yemaysan. Hech nima yemaysan. Ishani xafa qilmaysan. Unga yaxshi munosabatda bo'lasan. Xo'p, hamma shartlaringizga roziman. Meni bu yerdan tezroq olib chiqing, iltimos. U shartingizga rozi bo'ldi. Hech qachon tilla zanjir taqmaysan. Aka. Xafa bo'lmang, akajon. Ular sintx emas. Ularni kechira qoling. Hatto tush ham ko'rdim. Shilliq qurtlar 3 oygacha uxlashi mumkin ekan. 3 oy?
O'zimni shilliqurtga aylanib qolgandek his qildim. Nimaga? Yana uyqum kelyapti. Kecha tunda chindan ham uxlab qoldim. Hech nimani sezmadim. Rostdan uxladingmi? Mo'ylov xalal bermadimi? U o'zini sherdek dovyurak qilib ko'rsatayotganda, esingdami? Ha, Aslida esa u tungi qorong'ilikdan juda qo'rqarkan. rostdanmi? Ha, Qorong'ilikdanmi? ha, qo'rqarkan. Voy. Kit. Kit. Zo'r. Ichasanmi? Tegmadi. Keling birga parashyutda sakraymiz. Bunday imkoniyat boshqa bo'lmasligi mumkin. Mayli, sakraymiz. Faqat bilasanmi, agar birga sakrasak, ikkinchi imkoniyat bo'lmasligi aniq. Hazillashdim. Diqqat, hamma tayyormi? Hamma tayyormi? Olg'a! Sakraymiz! Sakranglar! Jon, Labay janob. parashyut tekshirilganmi? Ha, tekshirilgan. Anchadan beri parashyutda sakramagandim. Jon, Ha, Xavfli vaziyat, ehtiyot bo'ling. Qani olg'a otaxon. Nima? Qani ketdik. parashyutim yo'q. Ushladim. Bu yerda nima qilyapsan? Shunchaki chiptangizni tekshirgani keldim. Chiptam yo'q. Xo'sh, nima qila olasan? Ha? Nima qila olaman? Nima qilyapsan? Havoda raqsga tushamiz otaxon. Siz uchun kirish tekin. Ishonavering otaxon, bemalol. Menga yaxshilik qilmay qo'ya qol. Baskash, nomard. Bunday demang otaxon. Tushib ketasiz bo'lmasa. Parashyutim yo'q. Shilparchin bo'laman-ku. Xo'sh, qalay ekan otaxon? Shamol jonu dilim. Men bilan gap talashmang. Otang tengi mana yaramas. Qasam iching. To'y bilan tabriklayman. Qanaqa to'y? Keyin tushib olasiz. Hozir yuqoriga ko'tarilamiz. Qo'rqmang otaxon. Yaramas bola. Bugun seshanba, nega go'shtli taom tayyorlashdi? Haya, men ham go'sht yemayman. Vegetarianlar uchun mazali taom. Juda ham mazali. Juda ham mazali, ishonavering. Go'sht yemaydiganlar uchun. Go'sht yemaydiganlar uchun. bo'ladi. Bo'ladi. Bularni qayerdan oldingiz? Qandaydir yigitlar bularni tekinga berib ketishdim. Hammaga salom. salom. Qayerlarda yuribsan? Salom, salom. Kech qolganim uchun uzr. Kech qoldingizmi? Kech qolding. Kech qolding, kech Bu qolding. nima? Nima bu? Bugun seshanba, siz esa faqat go'shtli taomlar tayyorlabsiz. Yo'q, bugun dushanba kuni-ku. Borish mumkin emas. Hindistonda bugun seshanba, dasturxonda esa faqat go'shtli taomlar. Hammasi go'sht. Sabzavotlar esa yo'q. Sabzavot yo'q. Sabzavot yo'q. Bugun seshanba.
Nima yeyapsan? Qo'ziqorin. Ko'raychi. Ming afsus, ammo qo'ziqorin va shirinliklar tarkibida narkotik mavjud. Qo'ziqorin va shirinlik organizmingizda aralashib, sizni eyforiya holatiga olib keladi. Kayfiyatingiz ko'tarilib, o'zingiz bilmagan holda xursandchilik qila boshlaysiz. Biroz muddatga yangi o'ziga xos hissiyotlar olamiga safar qilasiz. Safaringiz bexatar bo'lsin. Quvnang, o'ynang. Seshanba go'sht yemaydigan kun. Biz go'sht yemaymiz. Biz xursandmiz. Ha, Bu xursandmiz. qanday bema'nilik? Seshanba kuni dasturxonga go'shtli taomlar tortibsiz. Biz seshanba kunlari go'sht yemaymiz. Tushlik risoladagidek tashkillashtirilmagan. Seshanba kuni go'sht yemaymiz. Seshanba kuni go'sht yemaymiz. Tuesday को इतना बैडली ऑर्गेनाइज्ड मंडे का खाना Tuesday को इतना बैडली ऑर्गेनाइज्ड मंडे का खाना Tuesday को मंडे का खाना Tuesday को Tuesday को मंडे का खाना 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 मंडे 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 ट्यूसडे मंडे 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 ट्यूसडे को Oyoqlarimni ko'rmadingmi? Oyoqlarimni yo'qotib qo'ydim. Oyoqlarimni topib ber, oshna. U yerni qarab ko'raylikchi, janob. Qani ortimdan olg'a. Allo. Allo. Hech nima eshitilmayapti. Allo. Panjalaringni ko'rsatchi. Allo. 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 Buni qaranglar. To'yga keldinglarmi? Ha, onajon. Jim bo'l. Bu to'ymas, biznes kelishuv. Bu haqda maqola tayyor bo'lganmi, yo'qmi bilib kel. Bora qol. Xo'p bo'ladi, onajon. Qizim yana ham semirib ketibdi. Unga qancha oltin berishar-kina? Yo xudoyim. Bu zolim ayolga o'zing insof ber. Allo, janob Bixati. Men Bipen Aroraman. Hozir 1 daqiqa kechirasiz, shoshmang. Ha, maqola tayyor bo'ldimi? Bizga jo'nata olasizmi? Yaxshi, rahmat. Allo, Rabqa. Allo. Rabqa, azizam. Qizimiz 25 ga to'ldi. Aliya. Unga sen istagan ismni qo'ydim. Uni burni xuddi senikiga o'xshaydi. Katta bo'lgani sari senga o'xshab ketyapti. U xuddi sendek aqlli va oqila. U bilan o'tirsam, sen ham yonimizda o'tirgandek tuyulasan. Qizalog'imiz juda baxtli. Sen haqingda unga hanuzgacha aytmadim. Yo'qligingni bildirmaslikka harakat qildim. Meni kechir.
Iltimos. U bilan aviatsiya kollejida tanishgandik. Bipen Auroraga qarab, u ham bir paytlar orzularga berilgan quvnoq, dovyurak yigit bo'lgan deb siri o'ylamaysiz. U muhabbat atalmish sirli tuyg'uning asiriga aylangandi. Bipen samolarda parvoz qilishni orzu qilardi. Shu sabab uchuvchi bo'lishga qaror qilgandi. Shu yerda u o'z malikasini uchratdi. Onang bilan yashirincha nikohdan o'tdik. Dadam vafot etgach, ishini men davom ettirishimga to'g'ri keldi. Oyim kollejdan ham, Prabhadan ham voz kechishimga majbur qildi. Oilaviy manfaatimizni deb Gitaga uylandim. Prabha homilador ekanligidan xabarim ham yo'q edi. Naqadar ajoyib. Men sizni qizingizman. Ali. Bu zo'r-ku, Bips. Qizingizman, demak men yetimcha emasman. Ali. Sizni qizingizman. Qanchalar ajoyib. Endi tushundim. Shuning uchun rafiqangizda onalik mehrini sira his etmaganman. Sizni esa o'z otamdek yaxshi ko'rganman. Juda ham xursandman. Onamga o'xshaymanmi? Oyimga o'xshaymanmi? Ha, lekin ko'zing menikiga o'xshaydi. Ha? Qo'llarim ham. To'g'ri. Qo'llarimiz ham bir xil. Qo'llarimiz ham. Burnimiz ham o'xshaydi. Yo'q, burning oyingnikiga o'xshaydi. Burnim oyimnikiga o'xshaydimi? Quloqlaring ham. Quloqlarim hammi? Naqadar ajoyib. Ertaga haqiqiy ota va qiz ziyofatga borishadi. Birga raqsga tushamiz. Nima bo'ldi? Bir narsani tushuna olmayman. Yaramas bola videoni boshqalarga ko'rsatmabdi. Hammadan sir tutgan. Istaganida sirimni oshkor qilishi mumkin edi, lekin unday qilmadi. Nimaga? Buni ortida qandaydir sir bor. Yo'q. U nega bunday qildi? Yo'q. Ha. Axir u sizni himoya qilgan-ku. Meni-ya? Chunki u meni himoya qilmoqchi bo'lgan.
Ha. Meni himoya qilish uchun siringizni oshkor qilmagan, chunki u meni sevadi. Nima? Hammasini tushundim. U meni yaxshi ko'radi. Men unday demadim. Hozirgina shunday dedingiz. Yo'q, unday demadim. Nimalar deyapsan? Tushunmayapman. U meni sevishini aytdingiz. Yo'q, Aytdingiz. yo'q. U meni yaxshi ko'radi. Aliya. Aliya. Aqlli dedi jonim. Sonya! Bu ketchup. Otaxon. Aliya, Ha? otda sayr qilishni orzu qilarding-a? Ha. Ertaga ertalab orzuying amalga oshadi. Soat 6 da. Faqat sen va men, xo'pmi? Xo'p. Yaxshi. Kerak emas. Otaxon, men ba'zi birovlarga o'xshab yashirincha ish qilmayman. Oshing halol bo'lsa, ko'chada ich deyishgan. Bo'pti. Qoyilman. Tushundingizmi? Yaxshi. Bo'pti. 36 nimani anglatadi? Ayta qol. O'ylab ko'r. Tushundim. Xayrli tun. Adashman. Adashibdi. Barakalla. Ey, yaramas bola. Uni otda sayrga olib chiqmoqchimisan? Ha, olib chiqaman. Nima qila olasiz? Uni o'zim olib chiqaman. Mayli, olib chiqavering. Ko'rasan hali. Otaxon, bu shunchaki tayyorgarlik. Bir kuni otda kelib qizingizni olib ketaman. O'shanda nima qilasiz? Kelganingda ko'rasan nima qilishimni. Rostdanmi? Bo'pti. Ha, bo'pti. Bo'pti. Dovdirab Xayrli tun. yurmasdan borib uxla. Xayrli tun. Shoshma, Nima? shoshma, menga qara. Ha, 36 nimani anglatarkan? o'ylab ko'ring. 36. O'ylab ko'ring. Xayrli tun. Qizimni olib ketarmish. Ovora bo'lasan. Ey xudoyim. Ertaga u bilan otda sayrga chiqamiz. Ajoyib.
Bunaqa hodisa yuz bermaydi. Yo'qmi? Yo'q. Nega? Bo'pti, mayli. Ketdik. Ketdik. Avval sen yur. Qani bo'l. Olg'a. Ot tez yuradi-da. Ha, tez yuradi. Yaxshi. Ketdikmi? Ketdik. Ha, ketdik. Qani, bo'la qol. Ha, ketdik, ha. Qani bo'l, chiq. Qani bo'l. Nima? Otda yurishni bilmaysan-a? Yo'q. Ajoyib. Qani ketdik. Mahkamroq ushla. Yiqilib tushma. Bips men bilan sayrga chiqmoqchi edi. Ha, seni ota aylantirishni taylagandi. Aliya! Bizni o'g'irlab ketishdi. Aliya! Jagendar, Jagendar, Jagendar. Aliya! Salom do'stlar, hammaga salom. Salom do'stim. Ha, do'stmiz. Ikkimiz ham sinxmiz. Sinxmiz deyapman. Ha, to'g'ri, sinxmiz. Juda soz. Ha. Qani, Marhamat. Boshlaymizmi? Qani kelinglar. Yaxshi. Yaqindan boshqacha ko'rinar ekan. Yuzim ozg'iroq ko'rinish kerak, xo'pmi? Hammasi joyidami, janob? Pulni oldingizmi? Ha, o'zingchi? Hazil. Xo'sh, boshladik. Xush kelibsizlar. Juda soz. Siz juda go'zalsiz. Rahmat. Lekin negadir g'amginsiz. Tayyormisiz? Ha. Tayyormisiz? A? Xo'sh, boshlaymizmi? Tayyorsiz-a? Qayerda uchrashgansiz? Xo'sh. Malhotralarni ziyofatida 22-yanvarda ziyofatdan keyin tanishganmiz. Ajoyib. Shunday emasmi? Yaxshi. Yaxshi. Qachon unashtirildingiz? Dekabrda. Yo'q. Yanvarda. Dekabrdami, yanvardami? Dekabrda. Ha, dekabrda. Kyotorani esida yo'q-ku, a? 3-dekabrda. 3-dekabrda yaxshi. Fotiha to'yi tortiga nima yozilgandi? Baxtli bo'linglar deb yozilgan. Yana nima yozilardi? Yo'q. Aslida bir-biringiz uchun yaratilgansiz deb yozilgandi. Bo'lsa bordir. Bir-biringiz uchun yaratilgansiz. Shu bilanmi? Bu shunchaki savollar edi. Endi jiddiyroq savollarga o'tamiz. Olg'a! Bo'sh kelmanglar. Bo'sh kelmanglar. Olg'a. Olg'a. Yaxshi. Zummer bilan birga. Aliya menga yordam beradi. Bir soniya. Yaxshi. U singlim. Ali singlim, u Zumirni men o'rnimga bosadi. Yaxshi. Sevimli rangingiz qanaqa? Jigarrang. Yo'q. Sariq. Jigarrang yoki sariq? Tillarang. U tillarangni yoqtiradimi? Yaxshi. Topdi. Sevimli joy? Oshxona. Oshxona? Ha. Yo'q, Gonkong. Senga Gonkong yoqadimi? Ha, yoqadi. Juda soz. Sevimli filmingiz? Rambo. Rambo. Yaxshi ko'rgan taomingiz? Hammasi. Hammasi. U tuxumni yaxshi ko'radi. To'g'ri topdi. Hamma taomlarni yaxshi ko'raman. Mazali bo'lsa bo'ldi. Xuddi menga o'xshab. Juda soz. Muhimi mazali bo'lsin. Sevimli mashg'ulotingiz? Ha. Rasm chizish. Rasm chizish. Ha. Rasm chizish? Ha. Adashmasam, u mashq qilishni yoqtiradi. Shug'ullanish. Qo'ysangizchi. Va nihoyat so'nggi savolim. Unga javob bera olasiz degan umiddaman. Birgalikda boshdan kechirgan unutilmas onlaringiz. Haligi press mashqlarini bajarganim. Kechirasiz, tushunmadim. Jismoniy mashqlarni bajarishni yoqtiraman. Jismoniy mashqlar birgalikda unutilmas onlaringizmi? Ha. Yo'q, Robinni uchratgan onam. Naqadar ajoyib. Mana u. U meni Robin kim o'zi? Ha. Bu Robinmi? Yaxshi, sovg'a to'la savatimiz kelin poshshaga nasib etdi. Barakalla, Isha. Qoyil. Xo'sh, kimni gani? Aliya. Aliya. Juda yaxshi. Qani divanga o'tir. Qani? Aliya. Omad yor bo'lsin. Mayli, xayr. Mana u yigitni ham olib keting. Tayyormisan, Aliya? Kimni taklif qilmoqchisan? Jagendar, Jagendani. Va Bipsni. Chiqing, aka sizni chaqirishyapti. Bipsni. Chiqing. Ha, dadani.
Ota va kuyov, bu yog'i qiziq bo'ldi-yu, a? Menga yoqyapti. Uni nega chaqirding? Tayyormisiz? Boshladik. Zumerni olib shay turing. Qani olg'a. Aliyani sevimli rangi. Moviy. Moviy rang. Qoyil. Aliyani sevimli shirinligi. Banan. To'g'ri. Aliyaga qanaqa yigitlar yoqadi? Uni uxlata oladigan. Juda qiziq. Aliyani uxlata oladigan yigit. To'g'ri. To'g'ri. Aliyaning sevimli raqami 36. Nega 36? O'ylab ko'ring. O'ylab nima qildim, tushundim. Aliyani sevimli mashg'uloti ota sayr qilish. Otaxon, ortda qolyapsiz. So'nggi savol. Aliyani sevimli insoni kim? Xo'sh, kim sevimli insoni? U javob beraversin. Uning ismi Bipsi. Oho. To'g'ri. Yaramas. Siz eng zo'rsiz Bips. O'pich sizga nasib etdi. Savatni esa u oladi. Haliga Jagendar. Men qizingizni olib ketaman, otaxon. Siz esa savatni ushlang. Menga yoqdi. Juda yaxshi, ajoyib. Bu haqqoniy g'alaba bo'ldi. Omad yor bo'lsin, azizlar. Yaqinlaringizni qadrlang. Rahmat. Bir marta selfiega tushamiz. Keling, bir marta. Iltimos. Bo'ldi. Bir marta. Hozir. Men bilan tushing, iltimos. Ey, men bilan. Xayr. Rahmat sizga. Omon bo'ling. Xayr. Ko'rishguncha. Batakha. Seni sevaman. Seni sog'indim. Qayerdasan, azizam? Ablah. U yaramas. Ko'ryapsanmi? Qizlarga xushomad qilishini. U xotinboz. Uni qaysi qiz bilan ko'rdingiz? Qaysi qiz bilan deysanmi? Ana qara. Qizlar u yoqda tursin, buvini ham tinch qo'ymayapti. Uni boplab ta'sirini bermasam, o'gay otamga aylanib qolishi hech gap emas. Voy, yaramas ablahi. U Isha bilan gaplashyapti. Makkor, surbet. Xotinboz. Gapimga ishonmayapsiz-a? Haqligimni isbotlayman. Menda dalil ham bor. Isbot. 1, 2 tekshiramiz. Xonimlar va janoblar, ushbu romantik muhitda yana bir sevgi qissasi bizdan sir tutilmoqda. Jagendarning sevgi qissasi. Hozir. Mushaklar. Hozir. Tayyor. Voy xudoyim, qari kampir-ku. Men undan yoshroqman. Xo'sh, nabiraginam, qalaysan? Sizni yaxshi ko'raman, buvijon. Nimalar bo'lyapti? To'y? Bizda ham to'y. Salom xonimlar va janoblar, sog'-omonmisiz? Bepin sohib, uchrashuvimiz yodingizdami? Kushvand Kovman. Qizingizni to'yi bo'lyaptimi? Yoshlar baxtli bo'lsin. Rahmat. Otajon, bular meni boshlig'im. Sizga aytgandim. Ishlaringiz yaxshimi, buvijon? Hammasi joyida. Faqat shirinliklar yetishmayapti. Shurgurchni ham sendek hech kim mazali pishira olmaydi. O'zing yaxshimisan? Pach shiradigan g'oyib bo'ldi. O'zim shirib yuribman. Mayli, bora qolay. Orkestr keldi. Kuyonakarga hip-hop kerakmish. Milliy an'analarni qadriga yetishmaydi bu. Shoshmang, buvijon, hozir. Olsam maylimi? Buvim bilan gaplashib olsam. Buvijon, negadir uyqum kelyapti. Nima? Bunga Malika Qurbaqa sababmi, a? Ajoyibsiz-da, buvijon. Uni uyga olib kel. Xo'p bo'ladi.
रातों के जागे सुबह मिले हैं रेशम के धागे ये सिलसिले हैं लाज़मी सी लगने लगी है दो दिलों की अब नजदीकियां दिखती नहीं है पर हो रही है महसूस नजदीकियां दो दिल ही जाने लगती है कितनी महफूज नजदीकियां परछाइयां दो जुड़ने लगी है देखो हवा में उड़ने लगी है पंख जैसी लगने लगी है दो दिलों की अब नजदीकियां Nima qilyapmiz o'zi? Shoshma qurisin, keyin ko'chirib olamiz, xo'pmi? Zora, qo'lingda hech qachon yelim surib quritmaganmisan? Endi nima qilamiz? Shoshma. Ha, Yelimni ko'chir. qoyil. Qani, Dahshat-ku. bo'la qol. Naqadar yoqimsiz terim ko'chyapti. Qo'limni tuzating, iltimos, doktor xonim. Oyim bilan har kuni kechqurun sut ichardik. Buni sutga botirib yerdik. U qayerda? Nima? 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 Nima qayerda? U qayerda? Nima qayerda? Ha, oyimmi? Bir kuni tunda berkimachoq o'ynayotgan edik. 100 gacha sanadim. Ko'zimni ochib qaraganimda esa topa olmadim. U qorong'u tunda g'oyib bo'ldi. Uni boshqa ko'rmadim. Keyin yana o'ynadingmi? Nima? Berkimachoq o'ynadingmi? O'ynaymizmi? Mayli. Hey! Yo. Hujumga! Voy! Dai Dominica, naka naka naka, chica pica rica, ina mina diga diga dig dai Dominica moga 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 moga, chica pica rola rica ram pam posh ram pam posh.
eshitaman. Kim? Adashtingiz raqamda. बेचू है कोई लेने वाला ऐसे वैसे को नहीं देने वाला दिल बेचू है कोई लेने वाला ऐसे वैसे को नहीं देने वाला सूरतियां हंसी हो उमरियां जमा हो कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो यही है यही तो है वो अरे डाई डमनिका मोगा नागा नागा अरे चिका पिका रिका अरे डिका डे डाई डमनिका मोगा नागा मोगा नागा चिका पिका रिका रम पम पोश मत सोचो कि सस्ता है सौदा फल पाए ले जाएगा जो पौधा मत सोचो कि सस्ता है सौदा फल पाए ले जाएगा जो पौधा दिल की ये क्यारी बनेगी फुलवारी ये दुनिया चलेगी चलन की है मारी हंसेगी 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 मेरी प्यारी ina minatika dai damanika maka naka naka chika pika rika ina minatika tika te dai damanika maka naka chika pika rola rika ram pam posh 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 oyim rozi bo'ldi. Aliyu bilan uxlashini bilasizmi? Bizni yolg'iz qoldiring, keyin gaplashamiz. Sira xijolat bo'lmang, men Keting, xonangizga boraman. xo'p janob, xo'p. Nimalar deyapsan? Bu haqiqat dada. Aliya Jagender bilan uxlayapti. Qanday haddi sig'di? Qizimga qo'l tekkizgan bo'lsa, uni o'ldiraman. Nega tushunmaysiz? Aliya Jagenderni yonida uxlayapti. Aliya uyqu nimaligini bilmasdi, bechora. Doim uni uxlashni istardingiz-ku, dadajon. Bugun esa u maza qilib uxlayapti. Iltimos, ularga oq fotiha bering, dadajon. U qizimga munosib emas. Ha, munosib emas. Lekin uni kim sizdek yaxshi ko'rishi mumkin? Aliya hamisha siz eng zo'r dadasi deydi. Demak, har qanday yigit uning uchun sizdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Jagenderdek softil kuyovni topolmaysiz. Nimalar deyapsan? Undan 10 chandon yaxshi yigitlar bor. Men uchun tanlagan kuyovingizga o'xshaganmi? Oilamiz manfaati yo'lida Aliyani ham qurbon qilmoqchimiz, dadajon. Bu ertaga Aliyani ham kelishuvni bir qismiga aylantiradi. Ularga qarshi bora olasizmi, dada? Qizingizni himoya qila olasizmi? Shu paytgacha hech nima demadingiz. Hech bo'lmasa bugun Aliyani qutqaring, dadajon. Axir u sevimli qizingiz. Yuring, dada, yuring. Qayerga? Yuring, iltimos. Qayoqqa? Yuring, dada. Qarasangiz-chi, dada. Bu yerni bir kunga ijaraga oldik. 2000 kishilik zalda atigi 20 kishi o'tiribdi. Bunaqasi sirri bo'lmagan. Barakalla Robin. बड़ी ही सेंटी वाली मेंटल है ये छोरियां 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 ओ के मच्छर भी काटे तो सेल्फी उसकी खींच लें के मच्छर भी काटे तो सेल्फी उसकी खींच लें जमाने से लेना ना देना होए जमाने से लेना ना देना या खुदा तू हमें इनसे बचाना जरा Uni sevib qoldim.
कि नकली नोटों का एक बंडल है ये चोरियां, बड़ी ही सेंटी वाली मेंटल है ये चोरियां, बड़ी ही सेंटी वाली मेंटल है ये चोरियां। Barakalla Robin. वो सुबह शाम ताड़े ये लड़कियों को गौर से, रखे हाथ दिल पे पर धड़के कहीं और से। ओ सुबह शाम ताड़े ये लड़कियों को गौर से, रखे हाथ दिल पे पर धड़के कहीं और से। अकल है मटर का दाना रे, हाय अकल है मटर का दाना रे। ओ या खुदा आईना इनको दिखाना जरा। अजी हरकत से एक्सीडेंटल है ये छोकरे, अजी हरकत से एक्सीडेंटल है ये छोकरे। हमें कहते हैं पर खुद मेंटल है ये छोकरे, हमें कहते हैं पर खुद मेंटल है ये छोकरे। मस्कारा लिप ग्लास की जितनी बाहर है, ओ क्या ऑडी BMW जैगुआर है। जो लड़की न बैठी तो काहे की महंगी कार है रे। हाँ ये दुनिया है बस स्टॉप, लड़की बस के जैसी। रुको 5 मिनटों में अगली फिर मिलेगी। ओ संभल के कहीं ना ये बस छूट जाए, बाकी जिंदगी वरना पैदल ही कटेगी। लड़कियां बना के बोला गॉड ने भी, ओ माय गॉड। गॉड का करिश्मा लड़की, लड़के गॉड का है फ्रॉड। हाँ ट्रेडिशन यही है अपना, लड़कियां पराया धन। ओ लड़के जैसे काले धन से बेटर है पराया धन, बेटर है पराया धन जी, बेटर है पराया धन। हो गया फैसला जाओ जी, हो गया फैसला जाओ जी, हो गया फैसला जाओ जी, मुँह के आओ जरा। लड़कियों के पैरों का सैंडल है ये छोकरे, लड़कियों के पैरों का सैंडल है ये छोकरे। हमें कहते हैं पर खुद मेंटल है ये छोकरे, अरे हरकत से एक्सीडेंटल है ये छोकरे। पतली कमर की तुझको इतनी क्या डिमांड है? ब्रैड पिट का पोता है या तू जेम्स बॉन्ड है? माँ अगर तेरी मोटी होती तो क्या छोड़ देता? साइज के डर से क्या उससे भी नाता तोड़ देता? हाँ वजन का क्या है ये, वर्कआउट से घट जाएगा। तेरे जैसा ब्लंडर कैसे अंडू हो पाएगा? औरत जात को चोरी चा दिखाएगा। जान ले बेशरम मिट्टी में मिल जाएगा। औरत जात को चोरी चा दिखाएगा। जान ले बेशरम मिट्टी में मिल जाएगा। Ajoyib ki bular. इज्जत का जो करे पब्लिक में फालूदा, एक दुर्घटना है तेरे जैसी पैदाइश बेहुदा। थोड़ा अच्छा ना सही बात अच्छी कर ले बेटा, तेरे जैसे बुड़बक को थोड़ी बुद्धि बख्शे रे खुदा। सिंपथी उनसे है जिनके घर तेरे जैसा पुत्र हुआ। boshqa chidolmayman aka. Nimalar deyapsan? Esing joyidami? Pulsiz qolamiz-ku. Uylanishni istamayman. Aroralar bilan rishtani uzsak, hech vaqosiz ko'chada qolamiz. Bor, kechirim so'ra. Kelajaging uchun shunday qil. Bo'la qol. Barakalla. Bora qol aka. Bor.
कमी है मुझ में और परफेक्शन है ये छोरियां कमी है मुझ में और परफेक्शन है ये छोरियां गॉड का अल्टीमेट क्रिएशन है ये छोरियां खुदा से बंदों का कनेक्शन है ये छोरियां कमी है मुझ में और परफेक्शन है ये छोरियां Menga to'g'rilab qo'y. Xo'p, oyi. Bepinga tushunmayman-da. Kecha shunday kelishuvni barbod qildi-ya. Nima qilyapsan-a? Oyi, konditsioner ishlayapti-ku, ventilyatorni nima qilasiz? Doim menga gap qaytarsan. To'y tugasin, sen bilan ham kelishuv tuzaman. Bo'ldi, qo'yaver. Bo'ldi dedim. Sarini ko'rsat. Shunaqa ham noshud bo'ladimi? Bunga nima deysiz, oyi? Buni xizmatkorga ham ravo ko'rmayman. Bunisi juda chiroyli. Bo'lmaydi. Bir chaqaga qimmat. Mana bunisi eng zo'ri. Dahshat-ku bu. Yo'qot ko'zimdan. Oyi, qaysarlik ham evi bilan-da. Pulini to'lagach istaganimcha qaysarlik qilaman. Dizaynermish bu yana. Bas, yetar. Yetar. Qani yonimga kelchi. Bu yoqqa kel. Nima deding? Bas qiling dedingmi? Bu yoqqa kel. Yonimga kel dedim. Bo'ldi. Oyijon. Yonimga kel. Ha. Gap qaytaryapsanmi menga? Kechiring, oyijon. Shunaqami? Oyijon. Kelasanmi? Yo'q, oyi. Kel dedim. Oyi. Hozir adabingni berib qo'yaman. Kel. Mana senga. Oyijon. Oyijon. Oyi. Oyijon. 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 Bu nimasi? Bas qilinglar. Bas qiling dedim. Buni Fatvaniga aytish kerak. Yo'q, aslo. Oilada kimdir o'lsa, to'y to'xtaydi. Agar to'y to'xtasa, kelishuv barbod bo'ladi. Kelishuv bekor bo'lsa, qay ahvolga tushishingizni o'zingiz bilasiz. Ado bo'lamiz. Ado bo'lamiz. Janob advokat to'g'ri gapiryapti. To'yni to'xtata olmaymiz. Ishi haqida ham o'ylash kerak. Nima qilamiz? Qochishing mumkin. Bu yaxshi imkoniyat. O'zing bir qarorga kelishing kerak. Har qanday qaroringni quvvatlayman. Qizim, bu kelishuvni Juda ham chiroylisan. Dadangni gapiga quloq solma. Men ham kelishuvga rozi bo'lganman. Hozir hammamiz baxtlimiz. Ba'zan murosa qilishga to'g'ri keladi.
Hozir. Qizim, buving endi yo'q, ammo oilaviy an'analarni unutmaslik kerak. Ayni damda shu kelishuvga muhtojmiz. Robin ham unchalik yomon yigit emas. Bilak uzuklarni taqib ol. Hozir kelaman. Menga bu kelishuv kerak emas, qizim. Uni nima qilamiz? Uni tirikdek ko'rsatish lozim. Nima? Yo'q, juda ham to'q. Chiroyli ko'rinadi. Xonimlar va janoblar, qarshi olinglar. Uchar ot. Voy, bunaqasini kutmagan edik. Uchar ot. Xonim, nimadir ichasizmi? Xonim, qaysi biridan ichasiz? Bujon, sizdan so'rayapti, nima ichasiz? Isha, ishonching komilmi? O'ylab ko'r. Bu oilamiz uchun kerak. Balki Robin o'zgarib qolar. Tabassum qiling. Hammasi joyidami? Tabassum qila qoling, iltimos. Buni ol. Rahmat. Tabassum qiling. Xo'y. Qani? Ana shunday. Yaxshimisiz, Kamla xonim? Juda hazilkashlarda. Qani, hammamiz jilmayamiz. Shoshmanglar. Hammaga salom. Men ham suratga tushmoqchiman. Hozir tabassum 1, 2, 3. Qarab turinglar. 1, 2, 3. श्यामा शगना दिया आया सब सखियां ने पाया चूड़ा बाबुल विदा होना अज करो अंगना ने पाया चूड़ा मैं पाया चूड़ा दिन मुबारक ने अज विदा Yo tavba. Tinchlan, uka. Aliya, yirtib yubor. Bo'la qol. Nima? Yirt deyapman senga. Yirt. Yopong'ich nima? Ha, yirt. Ishonching komilmi? Ishonchim komil. Bo'la qol. Isha, qizim, bu axir Amaki, yordamlashib yuboring. Tugmachasini yechib yuboring. Bas qil, Isha. Uylanayotgan qizingizni yuziga ham qaragingiz kelmayaptimi? Ha, to'g'ri aytdingiz. Men chindan ham baqaloqman. Va shu ko'rinishim o'zimga juda ham yoqadi. Beso'naqay semiz emasman har holda. To'g'rimi, Ali? To'g'ri.
meni jonidan ortiq ko'radigan yaqin insonlarim ko'p, to'g'rimi dedi? Men ham yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Shunday ekan, men o'zim istagancha yashayman. Istasam turmushga chiqaman, istamasam chiqmayman. Istasam semiraman, istamasam yo'q. Bugun men sizdan voz kechyapman. Tushundingizmi? Olifdan sizdan voz kechyapman. Olifda emasman. Nima bo'ldi, dadajon? Mana qizim. Kiy bor. Qizim turmushga chiqishni istamasa chiqmaydi. Uni hech kim bunga majbur qila olmaydi. Bas qiling, Bepin. Ovozingni o'chir, Gita. Kechirasizlar, o'tib ketay. Qoyil. Qanotajon, kiyib oling buni. Ha, Bizni haqorat qilyapsiz. Kelishuv nima bo'ladi? Bir daqiqa kechirasiz, quloq sol Isha. Hayot o'zi shunaqa murosa qilmaslikni iloji yo'q. Ba'zan yoqtirmagan ishlarimizni qilishga majbur bo'lamiz. Iltimos, Isha, rozi bo'l. Isha qizim, yo'q demagan. Bo'la qol. Nima uchun? aralashma Vipu. Jiyanimni himoya qila olmaymanmi? Rozi bo'lma. Sizlarni deb bir umr yolg'on gapirib keldim. Bu nima deganing? Yolg'on. Yolg'on? Nima demoqchisiz? Aka, men dizayner emasman. Ha, Bilamiz. Bilasizmi? Bilamiz. Ha? Ha? Kechirasiz. Men ham haqiqatni aytmoqchiman. Aliya. Men dadamning haqiqiy qiziman. Qizingiz ekanimni hammaga ayting. Birinchi rafiqasidan. Qoyil dedi. Aytgancha. Sendan kattaman. Rostdanmi? Ha. Shunaqa. Men ham aslida pandit emasman. Kriket bo'yicha sharhlovchiman. Sidxu kelgach, meni ishdan bo'shatishdan keyin ruhoniyga aylandim. Eng kulgilisi shundaki, hozir ham sharhlayman. Yo'g'i? Qanaqasiga? Qoyil. Maqom zarba, xavfli vaziyat yuzaga keldi. Raqib jamoa peshqadamlik qilmoqda. Shri Lankalik o'yinchi qiyin ahvolda qoldi, ammo taslim bo'lmayapti. Hindiston navbatdagi qaqshatqich zarbani yo'lladi. O'yin avjiga chiqmoqda. Bema'nilikni bas qiling, pandit. Bu kelishuv tomosha emas, to'y bo'ladi. Yo'qsa, hammangizni otib tashlayman. Aka, biznesni deb uylanishni istamayman. O'chir ovozingni, Robin. Bu nima, Sonaxon? Nega kech nima demayapsiz? Biror nima desangiz-chi, onaxon. Uni to'xtating. Gapiring axir. Aka, Nima? onamiz olamdan o'tdilar. Nima? Nima? Endi nima bo'ladi? Onamiz vafot etdi. To'y ko'nglimizga sig'maydi. Shunday ekan to'y bo'lmaydi. Yuringlar, tarqalinglar. Ha, tarqalamiz. Tarqalinglar. To'y bo'ladi. Men aytyapman, to'y bo'ladi. Onaxon bormi, yo'qmi, bu muhim emas. Tomosha davom etishi shart. Janob Gari, u pandit emas, sharhlovchiman dedi-ku, nikohni qanday o'qiydi? Menga baribir. Olov atrofida 7 marta aylanishsa nikoh o'qilgan hisoblanadi. Bo'la qolinglar. Tezroq. Aylaninglar, Robi, tezroq yur. Tezroq. Robi, tezroq yur. Bepin. Sohib, qizingiz turmushga chiqyapti. Xursand bo'lsangiz-chi? Olga, Robin. Bu nima? Juda soz. To'yda men ham otaman. Yashang bujon. Bizga umid bag'ishladingiz. Olg'a Hindiston. Men otmadim. Men otdim. Yo'q, ukamni o'ldirma. Qo'lingni ko'tar. Hamma o'z joyida qolsin. Bolaligimda shunday deyishni orzu qilardim. Politsiya qurshab olgan. Bu shunchaki filmdagi gap edi. Ha. Omon qolishni istasangiz qurollarni tashlang. Qoyil. Barakalla dada. Ha, yana
Sen nikoh tumorining qadrini qayerdan bilarding? Dadajon, uni to'pponchasini olib qo'ying. Qani bo'ling. Tezroq. Nima? Ana, qani, bo'ling. Men olayman. Ha, oling. Yo'q, janob Qani? Samarqiy, Bo'ling. bu oilamizga Tezroq. tegishli noyob qurol. Iltimos uni bera olmayman. Bu shaxsiy to'pponcham axir. U menga bobomdan qolgan. Hammasi tugadi. Sen Garrisan. Men esa Bepinman. Samatki Sint, Garri Sint. Hammasi tugadi. To'g'ri ishlasang-chi. Faqat Sith. Ya'ni men ahmoq va xudbin. Dadajon, ketish kerak. Qochamizmi? Rostdanmi? Ha, Qochamizmi? Qochdik. Olg'a. tezroq. Yura qol, tezroq. Qani bo'l. Shoshmang. Bo'l. Shoshmang. Shoshmang. Amaki Ketaveringlar, ularni to'xtatib turaman. Boringlar. Barakalla uka, to'pponchani ushla. Qochdik, Bips. तिरंगा रंगा था फिर दारू की इम्पोर्टेड बोतल का ढक्कन खुल गया तेरा इतना Garifat Fani, seni o'ldiraman. Yo. O'ldiraman. Menga berib qol. Juda og'ir ekan. Bitta o'q qolgandi. Ularga yetib olish kerak. Tezroq. To'xta! बारे बारे रिश्ता रिश्ता खूब निभा रहे थे Dadajon, bo'la qoling, tezroq. Nima bo'ldi? Tezroq. Ana vertolyot. Imkoniyatni boy bermang. Buni siz uddalaysiz. Ha, olg'a dadajon. Tezroq dedi. रायता फैल गया फैल Uchamizmi? O'tiringlar. Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. Ashok. सोने की चिड़िया पीतल की निकली Pullarimni kim beradi? गई सबको बुगली सारे कैरेक्टर औकात पे आए सबने सच्चाई बारी बारी उगली हाय हाय Kim beradi pullarimni? Ajoyib. Hammasi yaxshi. Men ozodman. Jim bo'l. Qara, bu Vipo amakim-ku. Men ozodman. Meni kechiringlar. Sen ham kechir. Hammasi joyida. Qulayroq joyda tushib qolsam bo'ladimi? Qayerda tushasan? Uni uloqtirib yuboramiz, dadajon. Akangiz baribir tinch qo'ymaydi. U avval qarzlardan qutulib olsin. Qanaqa qarz? Akam xonavayron bo'lgan. Xonavayron? To'y bo'lmasa qarzlarini to'la olmaydi. Sizlar ham xuddi bizdek inqirozga uchragan ekansizda, ha? Jim bo'l. Oldinga qara. Xonavayron bo'lganmish. Qayerga uchamiz, Bips? Olislarga U yerda nima qilamiz? yashaymiz. Uxlaymiz. Tushlarmi? Ha, Bips berdimi? Qani ko'rsatchi. bu bizni sirimiz. Rahmat, dadajon. Arzimaydi o'g'lim. Shu tariqa Bepin ikki qizi, bo'lajak kuyovi va notavon olifta bilan birgalikda baxt va quvonch hukmronlik qiluvchi olis yurtlarni izlab ketdi. Ular qoyilmaqom kelishuvni tashlab, maftunkor hayot sari yo'l oldi. Rejissyor Vikas Behl, prodyuserlar Karan Johar, Anurag Kashyap, Vikramaditya Matvani. Filmda Shahid Kapur, Ali Abxat, Pankaj Kapur, Sanjay Kapur, Sushma Seth, Niki Valya, Karan Johar va boshqalar suratga tushgan. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek